Assalomu alaykum azizlarim. Hozir Luchim logopedik sentriga keldim va nima demoqchiman? Menga juda ham ko'p murojaatlar keladi azizlar. Onalar yozishadi, Ra'no opam, sizda bolalikdan mana shu tashxis bor. Mani farzandimda ham qandaydir bir sog'ligida o'zgarishlar bo'lyapti. Nima tavsiya berasiz deb va azizlarim Toshkent shahrida joylashgan mana shu markazga tashrif buyurganim bejiz emas. Sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Agar farzandingizda ZPRmi, DCPmi yoki bo'lmasam qandaydir sog'ligi bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta bu videoni oxiriga qadar kuzating. Yuring birgalikda ichkariga kiramiz. Bu markaz imkoniyati cheklangan bolalar uchun xizmat qiladi va bu yerdagi doktorlar neyropsixolog, logoped, defektolog, ABA terapevt, nuqtali massaj va barcha shu kabi mutaxassislar faoliyat yuritishadi va yaqindan sizni farzandingizga yordam bera olishadi. Luchim markazda 6 oydan 70 yoshgacha bo'lgan bemorlar ham davolanishlari mumkin. Bu markazda farzandlaringizni ZPR, autizm, nutq rivojlanmaganlikni barcha turlari bo'yicha hamda duduqlanish, DCP, Down, aqliy rivojlanishdan orqada qolgan bolalarni davolashadi. Rivojlanishdan kechikkan bolalarni maktabga tayyorlab berishadi va kattalar orasida insultdan so'ng nutqni yo'qotish kabi tashxislarga yordam berishadi. Mashg'ulotlarda esa yetuk 20-25 yillik pedagoglar olib boradilar. Azizlar, bejiz sizlarga bu markazni tavsiya qilmayapman, chunki rostdan ham juda ham murojaatlar ko'p va bu yerdagi barcha mutaxassislar inshaalloh sizlarni ishonchingizni oqlashadi degan umidda tavsiya qilyapman. Agar siz farzandingizda mana shuncha bo'lsa ham qandaydir shubha uyg'ongan bo'lsa, albatta bu markazga olib kelib, ularni tekshirtirib, mutaxassislarning qo'liga topshiring, hammasi yaxshi bo'ladi. Quyidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsangiz bo'ladi.